İnşallah bugün manfaatli, foydali video bo'ladi. Albatta qo'ldan kelgancha bugun o'zimizga 18 dona sariq qo'zi qo'chqorlardan tashaganmiz boqish uchun. Shularni bir qator nech puldan olingan, necha oylik, nima yeyapti, necha mahal yeyapti, hammasini qo'ldan kelgancha ma'lumotini beramiz. Sizlar like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu yerda 18 dona qo'zimiz saydilar. Mana ichkariga o'tib saydilar. Qo'zilarni ham bir qator sariq qo'zilar. Olapakkisidan tashab qo'yganmiz. O'tgan safar ham 20 dona qo'zi boqqanmiz, 20 dona qo'zi boqqanmiz. Bitta olasi bor edi ichida. Shu qo'ylarning natijasi nima bo'ldi deb kommentariyada so'ragan aka-ukalarimiz bo'ldi. Bu qo'ylarning natijasi 1,5 million so'mdan 1 million 800 ming so'mgacha qo'y boshiga foyda qildi. 7 oy boqdim. Qo'zi 6 oy, maynaqa 6 oylikdan o'tgan qo'zi tashlangan edi. Bular o'zimizning hisori. Ha, bular o'zimizning hisori qo'ylar. Oldingi partiyani videoni juda ko'pchilik ko'rib, ko'pchilik savol bergan, javob qo'ldan kelgancha javob berganmiz ularga ham. Bularga ham qanaqadir savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiraverasizlar, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Bitta ola, bitta ko'k. Qolgani mana ko'rib turganlaringdek qora kashtang.